siz ham agar saxovatli qo'llar loyihasiga o'z hissangizni qo'shadigan bo'lsangiz, mana ishonchli katta raqamlar ham mavjud. 4073 4200 5931 95 86 Turlibekov Abdurashid Yusuf o'g'li yoki bo'lmasa 199 893 323 0081 telefon raqamiga murojaat qilib, mana shu mahallamizda saxovatli qo'llar loyihasiga o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Alloh rozi bo'lsin barchangizdan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum mahalladoshlar, aka-uka, opa-singillar. 2026-yil 20-iyun Jizzax viloyati Arnasoy tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini saxovatli qo'llar loyihasi. Xabaringiz bo'lsa, 20-may kunidan 20-iyun kunigacha muddat berilgan edi. Ana shu muddat davomida saxovatli qo'llar loyihasiga 99.754 so'm 90 tiyin mablag' to'plandi. Alloh rozi bo'lsin barchangizdan. Mana shu 99.000 so'm 754 so'm mablag'imizga mana 5 litrlik moy yog' oldik. Inshaalloh moyimizni hozir mahallamizdan bir dardga chalinib qolgan singlimizga, xonadoniga topshiramiz. Alloh rozi bo'lsin barchangizdan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin. Mana 20-iyun kunigacha bo'lgan muddat davomida yig'ilgan 99.754 so'm 90 tiyinimizni mana moy olib hozir bir xonadonga topshirdik. Rahmat barchangizdan. Siz ham agar saxovatli qo'llar loyihasiga o'z hissangizni qo'shadigan bo'lsangiz, mana ishonchli katta raqamlar ham mavjud. 4073 4200 5931 95 86 Turlibekov Abdurashid Yusuf o'g'li yoki bo'lmasa 199 893 323 0081 telefon raqamiga murojaat qilib, mana shu mahallamizda saxovatli qo'llar loyihasiga o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Alloh rozi bo'lsin barchangizdan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.